Hammaga assalomu alaykum. Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xohlasa orqadagi manzarani ko'ryapsizlarmi akalar? Bugun sizlar bilan bitta ertakni eshitamiz va ertakni ko'ramiz. Xudo xohlasa bugun videoni nomidan o'qiganingizdek, qadim zamonlarda O'zbekiston degan tomonlarda, xudo xohlasa O'zbekistondagi eng milliy va faqatgina O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va faqatgina O'zbekistonda legenda bo'lib, o'sha nomini olib bo'lgan, hech kim sport o'ynamaydigan bitta mashina bor. Kutib oling. Bitta emas bugun. Ya'ni sizlar uchun ikkita 25-yilda Nexia 2 sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, xudo xohlasa bugun xuddi shu savollarga javob olasiz aka. Mashinada birinchi pozitsiya bilan 4-full pozitsiyani nima farqi bor? Shuni ham ko'rasizlar. Chunki Nexia 2 ni prostoy pozitsiyasini o'zi qolmagan okalarning misorobkaligi. Bugun sizlar uchun shunaqasini topib qo'ydik. Yana oddiysi emas, bittasi shahar uchun sport, bittasi shahar uchun avtozavq qilingan mashinalar. Ikkalasini ko'rasiz va sizga qanaqa tuning yoqadi, shuni ham pastga keyin yozib qoldirasiz. Okalar, joyimizga yaxshilab o'tirib olamiz, ovqatlanayotgan insonni ovqatimizni yaqinroq surib olamiz. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan qapishadigan, yopishadigan, yorvoradigan videoni ko'ramiz. Ayni shu yerda turgan avtomobillar bitta emas, ikkita Nexia 2 turibdi. Ya'ni legenda okalar, bu O'zbekistonda faqatgina ishlab chiqarilgan va u faqatgina O'zbekistonda o'zbeklar haydagan va xuddi shu mashinaning orqasida kimdirlar bola chaqasini boqqan, qizini uzatgan, o'g'liga to'y qilgan va o'ziga uyi olgan shu mashina bitta bo'lib turib, ikkita qilgan o'zini o'zi. Chunki bunaqa mashinalarga rasxod ko'p bo'lmagan, bunaqa mashinalarga ko'p injiqlik qilmagan bu mashinalar. O'sha paytda mashinalar chiqqanda men bilmayman. Men mashina yig'ishni qanaqadir bilgan ekan, chunki o'sha paytda. Bundan keyin chiqqan mashinalar mustahkamlik bo'yicha bu mashinalarga yeta olmaydi. Avtomobilning oldi tomon ko'rinishidan bitta ko'rib turib va uzoq rakursdan bitta o'zingiz uchun baho berasiz va kommentariyada yozib qoldirasiz. 2025-yilni ko'zi bilan ko'rib tursangiz, xuddi shu avtomobillar qanaqa ko'rinishga ega. Men o'zim hozirgi zamonni ko'rinishida ham bitta qarab turib, benzinli mashinalar uchun ana Xitoy mashinalarini bitta miyezdan chiqarib tashlang. Ularda faqatgina liniya, diod bir balolar. Lekin bu lenzonni optika o'sha paytda 2008-yildan va 2016-yilgacha chiqqan mashinaning o'zida lenzonni optika. Hozirgi kunda buni ukasi bo'lmish Nexia 3 da ham xuddi shunaqa lenzonni optika yo'q. U yerda galogen faralar bilan jihozlangan, ya'ni galogen lampalar ishlatilgan va xrustal faralar deyiladi ularda. Bularda ham galogen lampa, faqatgina faralari lenzonni bo'ladi. Shuning uchun men o'zim shu mashinaga baho bersam aka, bilasizmi necha baho beraman? Men o'zim 10 beraman aka. Mashinani turini qarang aka, turish bitta qarang. Tako jaydari mashinalardan bo'lib turibdi-da. Bu sizga qo'l uchida ovqatlanib yo vilkani uchida narsani tishlaydigan bolalarning mashinasi emas akalar. Qo'lni libboy narsa, halol mehnatdan pul topib turib, mana shu uyim, joyim deb yuradigan, pulni ko'rsatib, mana o'zidan kimdir yoqib olmaydigan odamlarning mashinasi deb o'ylayman. Ko'pchiliklar mensimaydi-ku. Aka, ishtonini yechadi, onasini ham sunchunchasini. Ishtonini yechadi, hozirgi paytda elektrichka bo'ladimi aka? Men shunaqa Nexia 2 ko'rganman. Xudo xohlasa, agar o'sha narsani obzori kerak bo'lsa, yozasizlar. Shunaqa Nexia 2 bor aka, zikr ishtonni hechgan Nexia 2 bor. To'g'ri o'tdi motori boshqa, lekin zikrni Nexia 2 ishtonni echyapti. Nexia 2 zikrni ishtonni echgani bor. Zikr 007 ni ishtonni yechgani bor akalar. Ya'ni farqi yo'q, bu faqatgina bunimizda turganimizda GL, bunimizda GLga. Endi nima uchun GL yozilgan? GLga yozilgan, biladiganlar kommentariyada yozib qoldiring. Biladigan insonlar juda ham ko'p. Bu yerda motor-patorlarni endi sekin ko'ramiz. Birinchi Nexia'mizning orqa qismiga ham bitta kelib oldi. Endi esa ovozini eshitib ko'ramiz. Orkestr muziku deymiz. Baho berasiz o'zingiz. Ikkinchi mashinani ham oldiga keldi. Eng full pozitsiyasida faqatgina orqa bankalarini sal trassalarga ishlov berib qo'yilgan. Shuning uchun ovozi tako mazza qiladigan. Qani bitta orkestr muziku. Cho'tka. Ko'rgan bo'lsanglar, bitta dona vixlopno sistemani o'zida qanchalik mazza qiladigan ovoz qilsa bo'ladi. Baho bering, qaysi birini ovoz ko'proq yoqdi? 509 mi
yoki 836 mi aka? Birinchi bo'lib eng prosto salondagi mashinaga kelyapmiz. Ya'ni Nexia 2 chiqqan paytda birinchi pozitsiyasi xuddi shu bo'lgan, faqatgina gidravlikasi bo'lgan buni. Akalar, ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda 1.6 atmosfera bosimida ishlaydigan dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 108 ta 109 ta ot kuchi deb yozib berilgan o'sha paytda tex pasporti. Faqatgina 2009-yilda eksportning variantlarida 118 ta shunaqa yozilganlari ham bo'lardi. Bu yerda ayni shu turgan dvigatellar nechta ot kuchi kommentariyada yozib qoldiring. Chunki bu yerda har xil hamma pokazatel beradi. Menimcha где-то shu 110 tacha bo'lsa kerak, 120 taga bormaydi, 110 tacha bo'lsa kerak. Siz fikringiz qanaqa? Bu yerda nima ish qilingan motorga? Motorga faqatgina nollik filtr qo'yilgan, metan 3-pokoleniya gazlari bor. Bu yerda tormoz 3-pokoleniya gazlari bor. Keyin ko'rib turgan bo'lsangiz, xuddi shu simlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu simlar hammasi avtozvukka javob beradi. Bu yerda katalizator olib tashlangan, даже выхлоп ham qilinmagan. Mashinaning yurishi tak yaxshi, lekin mashinani ashulani eshitmoqchi bo'lsangiz, mazza qilasiz bunda. Mashinaning bitta narsasi, ya'ni mashinaning minus tomonlarini ham bitta aytib o'tib ketamiz. Mashinaning eng katta minus tomoni, agar sizda Nexia 2 bo'lsa, farasi juda ham yomon. Juda ham yomon. Akalar, почти hech narsa ko'rinmaydi. 5 metrdan nariroq ko'rinmaydi kechqurun. Agar sarg'ilamchi bo'lsa, bunga yoki led yoki ksenyon qo'yish kerak. Bu yerda ballonlarimiz 15 razmer diska ballonlar bilan jihozlangan, lekin zavodning o'zidan 14 bo'ladi. Narigi mashinada xuddi shunaqa. Buni faqatgina farasi emas, ya'ni buni tormozi ham yomon. Endi aka, sizga savol, Nexia 2 ni kim haydaydi o'zi? Nexia 2 ni kim haydaydi? Chunki akalar, faras yomon yoritadigan, ya'ni keyin tormoz yaxshi emas, yaxshi suradigan mashina bo'lsa-da, yana odamlar shuni haydaydi. Endi aka, bitta narsa, Nexia 2 ni haydash hammaga ham maz ekan. Mana eshitdingiz aka, faras yomon, kechqurun zreniya pas odam yaxshi hayda olmaydi buni. Tormozi yomon, motori yaxshi, tortishi yaxshi aka. Endi buni haydashga duh kerak, tushunasizmi? Yaxshigina duh kerak. Yaxshigina duh bo'lmasa, hamma ham bu mashinani haydavermaydi. Buni haydash degani 60 haydash emas aka. Buni haydash boshqacha bo'ladi. Uni haydab yurgan odamlar kommentariyada yozib qo'yinglar. Duhi bor insonlar menimcha oladi. Boshqa olmasa kerak hech kim. Bagajni bitta ochganimda degan ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda ikkita usilitel turibdi akalar. Kattagina subwoofer turibdi va bittada uni orqada dinamitimiz bor. Ya'ni atomli bomba desak ham bo'ladi. Atomli bombamiz ham bu yerda bor. Faqatgina 3-pokoleniya atomli bomba, bu yoqda 4-pokoleniya atomli bomba bilan jihozlangan, 1.6 atmosfera bosimida ishlaydigan dvigatel bilan jihozlangan, nollik filtrlar qo'yilgan, katalizatorlar olib tashlangan, выхлоп qilingan. Buni ovozini eshitsangiz bir boshqacha mazza qiladigan ovoz turibdi bu yerda. Bu mashinani ham bagajni bitta ochib oldik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda ham subwoofer bor, orqada 4-pokoleniya atomli bombamiz bor. Bu yerda usilitel shunaqa narsalarimiz ko'p emas. Ya'ni bu avtozvukka jam uncha shahar ichida eshitib yuradigan avtozvuk. Lekin bagaj yopilishini ko'rdingizmi? Qo'lingiz qolib ketsa, lekin Cybertruckda qo'lingiz tirik chiqishi mumkin, lekin bu yerdan qo'lingiz tirik chiqmaydi. Bu yoqqa qo'l tiqib turib yopmaylar akalar. Hozir bunaqa ahvoli ko'payib ketdi-ku, 10 ta razmer diska ballon bilan jihozlangan, diska ballonni ham ko'rishingiz mumkin. Sizga aka qaysi birini turuvi ko'proq yoqdi? 14da full paketliginimi yoki 15dagi birinchi pozitsiyasiniki? Qaysi birini ko'rinishi ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa saloniga bitta o'tamiz. Mashinani eng full farsh paketidan boshladik. Agar sizda Nexia 2 bo'lib turib, sizniki nechinchi pozitsiyaligini bilmayotgan bo'lsangiz, mana shunda obshivkani o'zidan bilsangiz bo'ladi. 4-pozitsiya mashinada obshivkasini ko'rayotgansiz, xuddi shunaqa materialli bo'ladi. Birinchi pozitsiyanikini ham ko'rsataman, lekin buni materiali avtotikan ancha kачественный qilingan. Potlarimiz жесткий plastik, qolgan hamma joyimiz жесткий, lekin plastik qarang aka, mana mashinani ko'ryapsizmi aka, qirilmagan даже, biratan qirilmagan. Именно shu mashinaga akalar tomchi kraska tegmagan. 10C509 AB ga tomchi kraska ham hali tegishga ulgurmagan. Mashalloh deymiz, juda ham zo'r saqlangan mashina. Mashinaning ichini bitta ko'rishingiz mumkin, qoraytirib qo'yilgan, old Malibu 1 rullarimizga qo'yib qo'yilgan, torpedkalarimiz ham жесткий plastik, sizenalarimiz Nexia'ning o'zini sizenalari qo'yib qo'yilgan akalar. Mana sizenani ko'rib turgan bo'lsangiz, aka sizenalar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Agar 4-pozitsiya. Orqa tomonda Nexia 2larda eng katta problemasi mana shu orqasida aka joy yo'q-da, tushunasizmi? Bo'ldi, mana shu joy yo'q. Yana bitta eng katta problemasi Nexia 1, Nexia 2larda mordasi, ya'ni gemoroyda bo'ladi akalar, gemoroyi bor. Buni mordasini svarka qilib turish kerak. Shuni esingizdan chiqarmang. Nexia 2 bo'lsa, bu yoq tomon уже salonni ko'rdik. Boshqa bu yerda gaplashadigan narsani o'zi ham yo'q. Birinchi pozitsiyani obshivkasini ham ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yoqda уже velvet qilingan. Velvet, bu adashmasam velvet. Kobaltlarda mana mashinanga o'xshagan material salpal o'xshab ketadi. Birinchi pozitsiyada xuddi shunaqa bo'ladi va bu yoqda мясорубка bo'ladi. Жесткий, lekin buni ham ko'rib turgan bo'lsangiz, hech qanaqa qirilgan joylari yo'q. Laminatsiya yo'q bo'lsa ham akalar. Mana birinchi pozitsiyamizda o'zi Nexia 2da xuddi shunaqa stalnoy bo'ladi. Tepalarimiz жесткий plastik bo'ladi. Sizenalarimiz ham bitta ko'rishimiz mumkin. Yana bir bora qaytarib o'tamiz. Bu mashinada ikkita gemoroy bor. Bittasi mordasida bo'lsa, bittasi orqasida akalar. Orqasida joy kamligi. Birinchi mashinaning ichiga o'tirdik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu eng prosto pozitsiyadagi Nexia 2 zavod qildik. 190
198.500 kilometr yurgan ekan akalar. 198.500 kilometr yurgan, tablolarimiz o'zgartirilgan, ya'ni tuning qilingan. Lasetti rul qo'yilgan, magnitofonlarimizda juda ham qimmat bo'lgan magnitofonlar turibdi. Original Pioneer ekan, narxi necha pulligini bilmadim. Biladiganlar yozib qoldiradi. Telefon qo'yadigan joylarimizda bu yerda generator, zaryadkasi va hokazo narsalar, video registrator. Bu yerda qolgan narsasini gaplash shart emas. Remenni taqmadik akalar. Nexus 2 dan remen taqmay qo'yib bitta sekin yuramiz akalar. Bu yerda hozir 3-pokoleniya gaz turibdi. Biz 3-pokoleniya gazni o'zida harakatlanyapmiz. Nima uchun benzinga o'tkazmayapmiz? Bosamiz-ku, to'g'rimi? Ozgincha to'g'ri surib ko'ramiz, lekin benzinga o'tkazmayotgan sababi chunki siz mashina sotib olganingizdan keyin siz faqat gazda haydaysiz. Suv gaz bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Okaman, mana bunaqa bitta qilib ko'ramiz. 1 2 Скоростьda ketyapmiz. Ну нормально, mujik, нормально, четко. 3-pokoleniya gaz uchun juda ham zo'r yuribdi. To'g'risini qilib aytganda, shu yurishni o'zida ham hozirgi paytda menimcha avtomat Cobalt, avtomat Gentrani, avtomat Nexus'cha yorib tashlasa kerak. Ya'ni ketdi yana bitta. Birinchi скоростьda o'zida ketyapmiz, aylantiramiz. 2, четко, давай, mujik, suka, блядь, yuruningni bugun. 3 Четко akalar. Четко. Dashular ham qo'yilib ketdi, ko'ryapsizlarmi? Yurishiga bitta baho bering, menga yoqdi. Anchadan beri Nexus 2 haydamagan edim, menga lekin yoqdi yurish akalar. To'g'risini aytaman, menga juda ham yoqdi. Shunga qani sekin o'tib oldik. Ketdi. Endi akalar, tako ozgincha vixilib qilingan bitta mashina 14 diskalarda haydaymiz. Endi bu yerda 15 bo'lgancha sal og'irligi tushadi. Chunki ballonga 1 kilo, kuzovga 10 kilo degan narsa bor. Menimcha 1 kilo по-любому temirani ballon yengilroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun buni bitta o'chirdik. Anunga sakraymiz. Okalar, full bo'lgan pozitsiyaning ichiga ham bitta o'tirdik. Mashina ko'rib turganmiz. Bu yerda 169 ming mashinamiz yurgan. Xudo xolasa, inshaalloh absolutni kraskasi top-toza mashina. Egasini men juda ham yaxshi taniyman, qadrdonim. Bulardan ko'ryapsiz, mashinangizga rahmat, sizni shunchalik obzorga berdingiz, mana bu. Damni naqring, mujik qara. Mana bu qara. Avto oyna Nexus 2da, avto oyna, chuvyapsizmi aka, avto oynalik qilib tashashgan. Gap yo'q, lekin to'g'ri, o'zi usta bolalarniki bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. O'zi har doim ustalar mashinasi o'zi har doim yaxshi yuradigan bo'ladi. Bu yerda spleniyasi ham sal pastroqda joylashgan ekan, chim aniqiga qaraganda. Bundan oldingi Nexus'ga qaraganda buni spleniyasi ham yumshoqroq, ham sal pastroqda joylashgan ekan. Tak, короче, akalar bizani holatda holi so'kdilar. Sal qattiqroq haydovda, endi holi baribir tushunmaydilar, biz videoga olyapmiz, sizlarga emotsiyani yetkazib berish kerak. Nu hozirdan haydab ketayotganini bilaman. 3-pokoleniya gaz ham bu yerda gaz emas, benzinda ketyapmiz akalar. Bu menimcha sal-pal yaxshiroq yursa kerak deyapman akalar. Chunki anu 1-2 zo'r aylantirdi. Endi zo'r deganda qanaqa? 3-pokoleniya gaz uchun yaxshi yurdi. 3-skorost urganimizdan keyin уже sal-pal tashab qoldi akalar. Ya'ni bu degan tashash nima degani? Anu sal оборот, ya'ni tezlash sal sekinlaydi akalar. Endi sekin olamiz. Блядь, ёпта! Четко, mujik mana. Bor ekan onlayni bugun. Vo'tchat. Ovozingdan seni onlayni o'foraman bor. O'foraman. Gap yo'q, 100 ga chiqib ketib qolamiz akalar. Endi necha sekund bo'ldi? 0 to'g'ri qilmadik-ku, lekin mashinani prostdan orqamizdan mashina kelib qolgani uchun, oho, hali aka, men bitta qaltiraman, Cobalt'dan akalar. O'sha mashina boy bizning orqamizda trap kelyotdi. Gazni bosuvdik, biratan qolib ketdilar. Tayinlanmasdan turib akalar. Bittan o'zi normallik ketdi. Endi tako sal-pal kachat qilib turib yurib ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Qani bir. Qarang, siz uchun o'rgataman aka. Qarang, birinchi skorost urasiz, bosishayotgan paytingizda gazni mana bunaqa qilib o'ynab tashlamaydi hech qachon. Chunki siz buksga kirib ketib qolasiz. Bosishyapsizmi, 1-2 3 kutyapsizmi, mana qarang. 1 3000 3.5 ming оборотga olib chiqasiz. 1 2 3. Ko'rdingizmi, buks ham kam bo'ldi. Boy ko'p bo'ldi. Ko'rdingizmi, 2 yurishchi aka? Gazni qo'yib olib yurasizlar bosishayotganda. Yo, четко 100 ga chiqdi, ikkinchi skorost o'zida 100 ga chiqdi. Menimcha bu yerda korobkasi ham ishlov bo'lgan akalar. Korobkasi korotkiroq menimcha. Ili standart bo'lsa ham mashina yaxshi ochilgan ekan. Mashina zo'r ekan aka.
Gap yo'q aka, mashinangiz zo'r ekanligi. Bilatar, mashina lekin zo'r. Menga to'g'risini aytsam, yoqdi mashina. Hozir haydab kelyapman, juda ham zo'r mashina. Yumshoq 14 diska balonda bo'lgani uchun, proshivka qilingani uchun, popkornlari bor bo'ldi, vyxlop qilingani uchun mashina juda ham zo'r yuribdi, to'g'risini aytsam. Hozir men haydab keldim, akalar. Mashina juda ham zo'r. 2025-yilda Nexus 2 sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, sotib olsa bo'ladi. Hozirgi paytda Nexus 2 ning narxini qancha deyotgan bo'lsangiz, 2,5 mingdan adashmasam, shu yaxshi zo'r sostanar menimcha shu 6-7 mingga borsa kerak. Oladigan bo'lsangiz shu 5 ming, 5,5 ming atrofiga ashin shikkallat Nexus 2 beradi. Shularga o'xshab -50 qilasiz, tushirib olasiz, vyxlop qilib qo'yasiz. Gazingiz bo'lsa ham mana mashina yaxshi yuribdi. Mazza qilyapsiz. Bu eng молодежный, eng milliy mashina shu bo'ladi. Chunki faqatgina O'zbekistonda chiqqan va faqatgina o'zbek xalqiga xizmat ko'rsatgan avtomobil. Rossiyada yurganlar u bitta ikkitasi chuvonlar просто biz deport qilib yuborganmiz, ularni bo'ldi, ketgan o'shda yashashga. Qaytib kelsa lekin qaytarib olmaymiz. O'shaning uchun sizlar ham ketib olmanglar. Shu yerda yashanglar, akalar, hammasi zo'r bo'ladi inshaalloh. Akalar, bundan keyingi video qanaqa bo'lishi sizlar hal qilasizlar. Pastga yozib qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar.